Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bu yana bir marta manzil tushuntirib o'tiraman sizlarga. Bu ish mana bu yer Toshkent stendga bo'ladi. To'g'risi mana bahor to'yxonamiz, Xudo xolasa. Mana bu o'zimizning yangi do'kon. Mana shu laklinkalarni ham uramiz deb harakat qilib o'tiribmiz. Faqat sal vaqt bo'lmasdan turibdi. Keng turdagi assortimentimiz bor, Xudo xolasa. Choice brendlarimizdan ham yangi mashinkalarimiz kirgizib oldik. Bu mashinkalarimizda ham sifat va zo'r narxlari arzon bo'ladi. Ipini qirqadigan variantlari 3.300.000 ga chiqadi. Ustanovka dastavkalari bilan oddiy variantlari bo'lsa 2.800.000 ga. Bundan tashqari mana mashinkalarga yog'larimiz, qaychilar, istalgan turdagi zapchastlari mavjud. Mana avirlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. 3.400.000 so'm va 3.700.000 ga. Ishlashlari ham shu zo'r bo'lgan avirlar tip mashinkalarimiz, shu brendlarimizdan kelgan. Bundan tashqari hozir yana aksiyaga qo'yapmiz. Mana bu Jakdu brendimizdan 3 yil garantiyasi bor bu mashinkalarimizda ham taqalgan narxlari 2.400.000 so'm, 2.800.000 so'm ustanovkalar bilan qilib beramiz. Mana bunaqangi janobiy tikuv mashinkalarimizdan ham bor. Chiroyli narxlarda bo'ladi. Yana o'sha janobiy mashinkalarimizda arzonroq variantlari ham kelgan. 1.100.000 so'mga chiqadi. Bu mashinkalarimizga ham ofitsialniy o'zining 2 yil garantiyasi bor. Mana Bauer brendimizdan yangilangan modellar GT seriyalari mana U5 bo'lib yangi chiqqan. QR kodlari ham o'zida bo'ladi, Xudo xolasa. GT 700 bu U3 bo'lib ham yangilanib chiqqan. So'z original bo'ladi. GT 1 qaychilik va GT 6 eng to'liq avtomat 9 xil dekorativ choklari ham mavjud. Bu brendimizda ham o'zining dazmollari ham bor, ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyli qilib Xudo xolasa aksiya narxlarda qo'yib beramiz. Mana bu jakimizdan so'z original. Ko'pchilik aytadiki, yana jakni Bauerni masalan 2.500.000, 2.400.000 so'mga yoki shunaqa variantlarni ham ko'rdik deb, ularni 100% baribir original narsa bo'lmaydi, chunki jaklarni ham Bauerlarni ham padelka mahsulotlari ko'p. Padelkaga aldanib qolmanglar. Narxi arzonroq bo'lgan taqdirda ham rasmiy kafolati bor mashinkalarni olishlaringizga hammalaringizdan so'rab qolaman. Shunaqangi tikuvchilikka oid ma'lumotlarni, qiziqarli faktlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar uchun ishlashdan davom etamiz, charchamaymiz. Yana eng asosiysi, sizlarning o'zlaringizda bor tikuv mashinkalarida muammolar bo'ladigan bo'lsa ham servisimizga olib kelsalar, Xudo xolasa chiroyli qilib ta'mirlab beramiz. Hammaga rahmat. Bizdan kuzatishda davom etinglar.